9-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza, polniy shumka bo'lgan, tiniq holatda Spark keldi. Gerb ilovoy, polniy shumka, 4 yumshoq balon, kolonka, propan, xullas boshdan hech qanaqa rasxod yo'q. Oladi minadi deb gerb ilovoy qo'yilgan. Toshkent motor, ABS sistema, rul gidravlika, dekord koreyskiy akkumulyator qo'yilgan, propan qo'yilgan. Xullas gazga ham o'chirib turamiz. Tiniq holatda to'rada baloni ham yangi ekan, tonirovka ruxsatnomasi bor. Boshlanamiz 2019 aytgandek, chexol, poli, kubrik, monitor, video registrator, stoykalar, xullaski absolyutni hech qanaqa rasxod yo'q. Pultlarigacha bor ekan. Oladi minadi aka deyapti. Oladi to'ka minadi deyapti. Maza qilib minadi deyapti. Xo'p. Narxi ham qiziqarli mashinani. Orqasida tagida propani bor, kenworth kolonka, yana bitta kolonka qo'yilgan ekan. Bir qo'lagan chiroyli mashina ekan. Kuzovida ishi yo'q, tiniq holatda turibdi. Narxi ham qiziqarli. 2019-yil $7200 deyilyapti. Yana bir qator kelishasizlar o'zlaring. Dehqonni o'zidan egasi mingan bir qo'l. 2019 toza Spark so'rayotganlar jo'natib qo'yasizlar video.